Assalomu alaykum, janglar olamidagi eng so'nggi va tezkor xabarlar bilan e'tiboringiz markazida yana Sport Plus kanali. Aziz do'stlar, barchangizni ushbu kanalimizda ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Videoga like tugmasini albatta bosib qo'yishni unutmang. Biz esa eng qiziqarli xabarlarni sizga taqdim etamiz. Boshladik. Ivan Dichko bilan jang mening rejalarimga kirmaydi. Astanaga yetib borgan Bahodir Jalolov 5-aprel kungi jangi va boshqa mavzular yuzasidan qozoq matbuotiga qisqa intervyu berdi. Dichkomen sizga jekpi-jek uyushtirsangiz bo'ladimi? Ivan Dichkomen. Bizda boshqa sel bor, xudo xolasa. U sizga qiziq emasga? Yo'q. U qarshilasiz ретінде ko'rasizmi uni негізі? Uni o'zini yo'li bor, meni o'zimning yo'lim bor. Meni promotor menejerlarim hal qiladi hammasini. Жақсы, Olimpiadaning qanchadir kun chempioni bo'lish uchun ne istish kerak? Kengaysa aytingchi. Ko'proq mehnat qilish kerak. Еңбек. Еңбек. O'zbek boksi resmiy muxti. Mehnati bilan. Еңбек. Taqda qandaydir bir quvviyasi bor shu. Yo'q. Sekret? Sekret bizda boksni yaxshi ko'rishadi. Ko'proq mehnat qilishadi. Chunki bizda birinchi, ikkinchi, uchinchi nomerlar hammasini уровени bir xil. O'shaning uchun menimcha natija yaxshi bo'lyapti. А что скажете сопернику? Ring покажет всё. Қазақстан жайлы ойыңыз қандай? Adem. Qanday қазақша сөз білесіз? Деп шығарсыз. Бар сөзін білемін. Түсінесіз толықтай. Түсінемін. Сөйлесемін. Жақсы, онда өзбек ағайдарға сәлем жолдап жіберіңіз. Біздің жанкүйерлерімізге. O'zbekistonlik, qozog'istonlik og'aynilarga, barchasiga qo'llab-quvvatlaylik turinglar, xudo xolasa yaxshi bo'lib ko'rsatamiz. Bruslining bir gapi bor, suv kabi bo'l. Gaplari bilan ijtimoiy tarmoqlarda mashhur bo'lib ketishga ulgurgan Jasurbek Tayson 19-aprel kuni qozog'istonlik Kazbek Tolenga qarshi oktagonga chiqadi. Nima deb o'ylaysiz? Tayson bu jangda g'alaba qozona oladimi? Fikrlaringizni izohga albatta yozib qoldiring. Ближе, уверенней. Я держу свой взгляд на нем, я держу свой взгляд на нем, я держу свой взгляд на нем, держу свой взгляд на нем. Затем, как только я вижу щель в его броне, бум, один из его глаз моргнул, и я понимаю, что поимел его. И тогда, как только он подходит к центру ринга, он смотрит на меня своим пронизывающим взглядом, будто он не боится меня. Но он уже совершил эту ошибку, когда он посмотрел вниз на долю секунды. Dasturimiz homiysi Adinxbet Bookmakerlik kompaniyasi siz uchun yuqori keyflar va bonuslarni tayyorlab qo'ymoqda. Kommentariyadagi silka orqali Telegram kanalimizga o'ting, u yerdan omad silkasini toping va promokod joyiga Sport Plus uz so'zini yozing va o'z omadingizni sinab ko'ring. Ramazon Temirov shaxsiy hayotiga oid katta yangilikni e'lon qildi. UFC jangchisi uylanyapti. O'zbekistonlik aralash yakka kurash ustasi Ramazon Temirov Instagram sahifasiga yangi post joyladi. Hamyurtimiz mazkur post orqali tez orada uylanishini ma'lum qildi. Post izohlariga ko'ra, to'y marosimi shu yilning 3-sentyabr kuni bo'lib o'tishi rejalashtirilyapti. Hozirda sportchi Qashqadaryo viloyatida bo'lib turibdi. U 2-mart kuni amerikalik Charles Johnsonni ochkolar hisobiga ko'ra mag'lub etib, yengil vazn toifasida UFC reytingida 13-o'ringa joylashgandi. E'tibor uchun albatta sizga tashakkur. Hozirda janglar biroz kamligi sababli videolarimiz ozroq chiqmoqda. Sizlarga esa savol, biz ushbu xabarlarimiz orasiga futbol yangiliklarini ham qo'shsak qanday bo'ladi? Sizga manzur keladimi? Fikrlaringizni izohga yozib qoldiring. Biz uchun sizning fikringiz albatta qiziq va biz sizni fikringizni albatta inobatga olamiz. E'tibor uchun albatta sizga tashakkur. Bizdan uzoqlashmang. Xayr, salomat bo'ling.